Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar va obunachilar. Bugungi kunimiz 2025-yil 1-may. Dolasi yozdi. Bugungi kunimiz may oyining 1-kuni. Yakshanba. Hormanglar, YouTube'ga video qo'ydim. Akamiz zamonamda ko'ylakchilardan bor ekan. Qancha beryapsiz aka? 22,5. Narxi 22,5 ming so'm ekan. Nechta pachkadan nechta razmer chiqadi? 3 talik razmer. 2 talik pachka. 2 talik razmer ekan. Pachkada 2 talik razmer. Necha? 4 yosh, 6 yosh. 4 yosh, 6 yosh ekan. 42, 44 ekan. Asvetkalari. Telefon nomeringiz aka? 91lik 694 24 88 ha? 91lik 624 694 24 88. Ha, yomon tezlikdan esdan chiqib qolyapti. Charchamanglar. Maykachalar. Nechta beryapti opa? Narxi 6 ming so'm ekan, 3 talik razmer ekan ha? Ha, bor. 3 talik razmer ekan. Bunisini qancha beryapti? 3 ming. Bunisi 3 ming so'm ekan. 6 oylikni 2 yoshgacha ekan bunisi, 2 talik razmer ekan. Ha, 5 talik razmer ekan, 6 oylikdan 2 yoshgacha ekan bunisi. Bunisi-chi? 5 yoshdan 8-9 yoshgacha 3 talik razmer ekan. Siznikimi? Nomeringizni qo'yib qo'yaymi? Nechilik? Telefon raqamlari 99lik 177 27 55 raqamiga murojaat qilinglar. Bizda kurierlik xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Shortchalar nech pul opa? Narxi 6 ming so'm ekan. Qanaqa chiqadi razmeri? Standartmi? Razmermi? Nechta? 6-8 yosh ekan razmeri. Material nima deyapti? Singapur rasvetkalari. Nomeringizni qo'yib qo'ying. Telefon nomer shart basishyapti. Bu ko'ylakchilar sizlarmi? Bular nech pul? 22. Ko'ylakchilar 22 ming so'm ekan. Bunda razmeri qanaqa chiqadi? 6-7-8 yosh, 3 talik razmer ekan, 6-7-8 yosh ekan. Narxini qancha dedingiz? Narxi 22 ming so'm ekan. Telefon nomer shart bas deyishyapti. Bizga murojaat qilsalaring, agar shu ishlardan kerak bo'lsa, nima deydi, nomerini topib beramiz agar realni oladiganlar bo'lsa. Qo'y bozoringiz bersin. Bulkachalar. Hormanglar, charchamayapsizlar? Tinchmisizlar? Bo'lyapmi savdolar? Qanchadan beryapsizlar? 7. Narxi 7 ming so'm ekan. Hammasi 7 mingdanmi? Hammasi rasvetkalarida. Ha, hammasi 7 ming so'mdan ekan. Bular rasvetkalar ekan. Nimami? Bir xil razmermi standart? Standart taxminan bir 6 yoshlarmi? 6-7 yosh. Boshqa yoshdagilarda. Ha, 5-6-7 yoshlarga bemalol tushadigan futbolkalar ekan. Narxi 7 ming dedingizmi? Narxi 7 ming so'm ekan. Hammasi. Bular hammi? Ha, rasvetkasi. Ha, bular rasvetkalar ekan. Juda ham chiroyli ishlar. Pechatlarni ko'ryapsizlar. Ob'yom ham yaxshigina ekan. Bemalol zakaz bersalar bo'lar ekan ko'proq. Nomeringizni qo'yib qo'yaymi? Telefon nomeringizni qo'yib qo'yaymi? Nechilik? 91lik. Telefon raqamlari 91lik 203 1579 raqamiga murojaat qilinglar. Charchamanglar, bozorlang bersin. Klientlar keldi mana. Bormanglar. Nech pul beryapsiz? Videoga olaylikmi? 14 ming? Narxi 14 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? 2 talik. Necha yosh, necha yosh? Pachkada 2 talik razmer ekan, 1 yosh, 3 yosh ekan. Narxi 14 ming so'm ekan. Telefon nomer qo'yaylikmi? 91lik 138 53 raqamiga murojaat qilinglar, shu ko'ylakchalardan kerak bo'lsa. Vishilka komplekt dvoykalar.
Bular kimdan? Opalar bular sizlardanmi? Qancha beryapsizlar? Uni ochiqlarimi? Nech pul beryapsiz aka? Ha, nimasiga qarabdi endi. Uni pachkalar qanchadan? 24 Bular 24 ming, 22 ming o'sha razmeri nimasiga qarab ekan. Bularchi? Bular ham shunaqa. Bular ko'ylakcha qizchalarga, futbolka shortik o'g'il bolalarga. Keyin buni uzun shikiliga bu. Yo shortikmi bu ham? Ha, bu ham shortik ekan. 3D ishlar. Telefon nomeringizni qo'yakmi? Telefon nomer shart bas deyishyapti. Charchamanglar. Bu yerda chaqaloqlarning ishtonchalari, nima deydi? Tagligimi bu taglikchalari? Keyin mana bunday materialchalar, keyin mana bunday nima bu shapkachasimi? Shapkachalar haqiqiy yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nima deydi? Kerak bo'ladigan ishlar bor ekan, yumshoq ko'ylakchalardan, futbolkachalardan. Bular qancha berasiz, opa? 1,5 ming? 2,5 ming. Narxi 2,5 ming so'm ekan, porzinka ishtoncha, oyog'i bek ishtoncha. Buni taglikmi? Qancha bu? Bu 8 ming so'm. Shapkachalarchi? 2 ming. Mana shapkachalar bor ekan, ayni shu yosh, yangi tug'ilgan chaqaloqchalarga narxi 2 ming dedingizmi? 2 ming so'm ekan. Bular ichida paketi bordanmi? Qancha bular? 5 ming. Bular ichida paketi bor taglikdan, nima deydi? Pastdagi adyolchaga o'tib ketmaydigan taglik, narxi 5 ming so'm ekan. Meykachalarchi? Maykachalar 4 ming. Meykachalar 4 ming. Bularchi? 3,5. 3,5 ming so'm narilar, ama old oyog'i ochiqchi? Bular 2,5 ming. Oyog'i ochig'i 2,5 ming so'm ekan. Bular o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqlarga, xullas, bir 2 oylikgacha tushadigan. Telefon nomer qo'yakmi opa? Telefon nomer shart bas deyapti opamiz. Agar mabodo shundan haqiqatan ham ko'p oladiganlardan agar zakaz tutsa, Ha. Ham telefon qilib kechasi bezovta qilyapti. Bir pachaga ham telefon qilib bezovta qilyapti deyishyapti. Agar shunaqa chaqaloqlarni men do'kon to'ldiraman deganlar uchun biz opamiz nomerini, joyini qo'yib beramiz. Hali sizlardan bu joy qo'yib berishga yoki pul so'ramaymiz. Kimga shu opamizni haqiqatan ham ko'p olib turib do'konda yoki shundan savdo qilaman deydiganlar bo'lsa, joyini qo'yib beramiz, telefon nomerlarini olib beramiz. Nimada? Ha, to'g'risi hali bir pachka, ikkitaga ham telefon qiladiganlar juda ham ko'p. Manzil qayerda deb so'raydimi, hech qilib. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, nomer bermaganlarni. Baq o'zimizning mahalladosh charchamayapsizlarmi? Qanchadan bu shurtikchalar? Ular 13 ming so'm ekan teyapsiz. Bormanglar. Videoga olaveraymi? Qancha beryapsizlar? 20 mingdan tortib 25 ming. Narxi 20 mingdan tortib 25 ming so'mgacha ekan. Qaygacha opa ishingiz? Opamiz savdo qilyapti, shuning uchun to'g'ri tushunmaysizlar. Agar shu ishlardan kerak bo'lsa ham bizga murojaat qilsangiz qo'yib beramiz. Agar ko'p oladiganlar bo'lsa. Nomeringizni qo'yib qo'yakmi opa, shart bilasizmi? Bozorlang desin. Videoga olaveramiz aka. Charchamayapsizmi? Hali qishda ishlaringiz ham zo'r chiqdi. Yaxshi savdo bo'ldi shunda ham. Ikki mana juda ham chiroyli ish chiqibdi. Bu yerda Miu bu Tivan o'z shikiliga. Tivan o'zi. Qanchaga ular? Bularni ham o'sha jinsi shimshullarga moslab olaverasizlar. 18. Ular narxini 18 ming so'm deyishyapti. 3 ta razmer ekan aka. 3 talik razmer. Qanaqa necha yoshdan necha yoshgacha? 5 yoshdan 7 yoshgacha. 5 yoshdan 7 yoshgacha. O'sha 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh ekan. Bular qancha ekan? Bular 25 ming so'm ekan. Qanaqa chiqar razmeri? 6-8. 6-8 yosh ekan. Ikkitalik a? Nomeringizni qo'yib qo'yakmi? Nechilik? 90lik. 100 567 92 99 raqamiga murojaat qiling. Bu akamiz qishda ham juda zo'r ishlardan chiqaradi. Agar nima deydi?
Nomerni olsalaring, hali qishda ham yaxshi ishlardan chiqaradi, hali sifatli ishlar chiqaradi demoqchiman-da. Bular ham hozir o'ta chiroyli ishlar chiqqan. Sifatli ham chiroyli ish chiqaradi bu akamiz. Charchamang aka. Ko'ylaklar. Hormanglar. Bular kimda? Hech pul beryapsiz? Ya har xilmi narx? Yo'q, siz olganmisiz? Bular ipak shtampil. Bular ipak shtampil ekan. 100 mingdan. Narxi 100 ming so'm ekan. Qaygacha? Bular mashina o'zi. Ha, shuni o'zi 100 ming so'm ekan. Rasvetkalari ham bor ekan. Faqat Bular. bilinmagan. Oldi tugmalilar 90 mingdan. Bular 90 ming so'm. Kupra material. Kupra material ekan. Bular qanaqa yoshga tushadi? Ular 48 dan 52gacha. 48 dan 52 gacha ekan. O'sha bir yosh kelinchaklardan to bir o'rta yoshli ayollarga tushadigan ekan, ha? Shetdan oxirigacha 75 mingdan. Chetdan mana shu oxirigacha 75 ming so'm ekan. Ko'ylaklar ham juda ham chiroyli tikilgan. Fasollari ham o'ziga yarashgan deydimi? Uni ko'ylak ham juda ham chiroyli ochiq svet ekan. 85 mingdan kupra material bilan. Bular 85 ming so'm ekan, material kupra material. Lozimi bilan munosib. Hammasi tevapas ekan lozim bilan. Bular oxirigacha ham 85 ming. Oxirigacha 85 ming so'm ekan. Bitta mana uzunlar belmando. Bu belmando ekan. Rasvetkasi bor. Rasvetkalar bor ekan. Narxi qancha? 48 dan 56gacha. 48 dan 56 gacha. 130 ming so'm ekan. Bu ko'ylak nomi belmandoda endi. Belmando uzun ko'ylak ekan, tevani o'zi ekan. Narxini 130 ming dedingizmi? Narxi 130 ming so'm ekan. Buni ham o'sha 3 ta razmer ekan. Yana bularchi? Bu qancha ko'ylak? Shtampil erkaklar ko'ylagi 50 mingdan. Shtampil erkaklar ko'ylagi narxi 50 ming so'm ekan. Bu ham ishlab chiqarishmi? 48 dan 60gacha ha ishlab chiqarish. 48 dan 60 razmer. 60 razmergacha ekan. Ishlab chiqarish ekan bu ham. Shortikchachi? 10 mingdan. Shortikcha 10 ming so'm ekan. Buni rasvetkalar bormi? Yo'q, razmeri bor. 3 ta razmer, bu o'rta razmer. Bu 3 ta razmer 3 ta razmer ekan, bu o'rta razmer ekan. Narxi 10 ming so'm, rasvetkasi yo'q-a buni. Rasvetkasi yo'q, materiali ham shu. Nomeringizni qo'yayapmi? Nechilik? 97lik, Telefon raqamlari 97lik 597, 597 92, 04. 92 04 raqamiga murojaat qilinglar, shu ishlardan kerak bo'lsa. Dasturxonliklar nech puldan nech pulgacha xola charchamayapsizmi? 5 mingdan tortib 100 mingdan oshiq, 130, 140 minggacha. Dasturxonlar 5 mingdan tortib to 100 mingdan oshiqgacha ekan narxlari. Nima deydi, holatiga qarab o'sha arzonidan, hali dasturxon o'rog'ishdan tortib to o'sha eng qimmat xontaxtalarga yoziladigan katta razmerdagi dasturxonlargacha ekan. 5 minglik qaysisi xola? Mana 5 ming. Birga 1,5 bo'ladi. Nima? Birga 1 bo'ladi. Birga 1 ekan, mana shu 5 ming so'mdan ekan. Hali oldi berdik ham, hali nima deydi, to'y chiqqa ko'rgani bersa ham bo'laveradi. Rasvetkalari ham bor ekan buni. Bunaqa pakrivallarimiz ham hamma razmeridan bor. Bu nima endi dasturxonmi? Dasturxon bu ham. Pakrival dasturxon deyilar ekan. Rasvetkasi ham bor. Razmeri 1 metrlikdan tortib 3,5 gacha razmeri. Buni rasvetkasi ham bor ekan, keyin katta razmeri ham bor ekan. 1 metrdan tortib to 3,5 metrgacha ekan. Endi adashmasam mana shular bo'lsa kerak. Qozon, nima, sag'ara o'rog'ishlar deydimi nima? Imono materialimiz bor, mevali materiallarimiz. Ular mebelli material ekan. 1,35 bo'ladi. 1,5 ga 1,35 bo'lar ekan razmeri. Razmeri 1,5 ga 1,35. Materiali dak bo'ladi. Material 35 mingdan o'tdim. Narxi 35 ming o'tdim narxi. Betga klient orttirish maqsadida chiqdi ekan. Opamizni bular dasturxonlarni hammasini opamiz o'zi tikkan ekan, bu yerga klient qilish uchun chiqdi. Optim zakaz bersalangan bo'lar ekan, sababi opamizni o'zi tikkan ekan. Shaharda do'konlari ham bor ekan. Hali 2-3 qo'l spas ekan. Farobiyda do'konlari bor ekan. Nomerini olsalaring, nima deydi, shu dasturxon bilan shug'ullanadiganlar telefonlashib, yana narxini kelishtirsalang bo'laveradi yoki bo'lmasa qanaqadir fasollar taklif qilsalang bo'laveradi. Nomeringiz nechi xola? 94lik, Telefon raqamlari 94lik 557, 557 66 22. 66 22 raqamiga murojaat qilinglar shu dasturxon bo'yicha. Hali Farobiyda dasturxon sochiq qatorida do'konimiz. Farobiyda dasturxon sochiq qatorida ekan do'konlari, nomerini olib, bemalol telefonlashib
mayli ko'rsalang bo'laveradi. Bu Qo'qon Uchko'prik bozori yakshanba, chorshanba kuni bo'ladi. Qo'qon bozori dushanbadan tashqari har kuni. Pashta dushanbadan tashqari har kuni bo'ladi ekan. Lekin ishlab chiqarish bozor dushanba, juma bo'lardi. Ishlab chiqarish bozor dushanba, juma bo'ladi. Dushanba dam olish kuni. Charchamanglar hali. Opamizda lasinachalar, kichkinalar ham bor ekan, har xil razmerlar, to o'sha 1 yoshdan tortib o'sha kallish yoshdagi qizlargacha. Nech puldan opa? 5000 so'm ekan bular. Manolari 4000. Bular 4000, mana toshlichi? 8,5. Toshli 8,5 ming. Bular razmer ekan, hammasi 2-3 tadan razmer ekan. Kichkinalar qancha? 2,5. Kichkinalar 2,5 ming so'm ekan. Toshli 4000. Toshli 4000 so'm ekan. Telefon nomeringiz opa? 91lik 737 81 95 raqamiga murojaat qilinglar. Shu lasinachalardan kerak bo'lsa, charchamanglar. Bormang usta aka, videoga olavering. Maykachalar. Nech puldan berasiz aka? 7000. Maykachalar narxi 7000 so'm ekan. Razmeri necha yoshdan necha yoshgacha? 3 talik razmer ekan, adashmasam. 8 yoshga to'ldi. 8 yosh, 10 yoshga tushadi. 8 yosh, 10 yoshga tushar ekan. Eng kattasi kichkina shu 5 yosh, 6 yosh bo'lsa kerak. Menimcha shunaqa. 4 yosh, 5 yoshlarga. Telefon nomer qo'yaymi aka? Nechilik? 95lik 629 629 1266. 1266 raqamiga murojaat qilinglar. Aka charchamang, bozorlangdirsin. Aka shurtchilar qanchadan beryapsiz? 7000. Shurtchilar narxi 7000 so'm ekan. Rasvetkalar. Videoga chiqib qolganlardan uzr so'raymiz. Narxi 7000 so'm ekan. Razmer qanaqa chiqadi? 4 yoshga ekan. Standart. Standart 4 yosh ekan. Pachkada nechtadan pachkalagansizlar? 4 tadan. Pachkada 4 tadan ekan. Shu pachkalaydiganlar shu 4 ta olish kerak. Hali dona menimcha berilmasa kerak. Dona yo'q, pachkaga 4 ta ekan. Narxi 7000 dedingiz, narxini. Opalar borligi hijolat. Narxi 7000 so'm ekan, pachkada 4 tadan. Telefon nomeringiz? 88lik 573 1981 raqamiga murojaat qilinglar. Bizda kuryer xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Uka charchamang, bozoringiz bersin. Qanchadan beryapsizlar? 7000 so'm, narxi 7000 so'm ekan. Rasvetkalar, razmeri qanday chiqadi? Ikkita razmer 4-6 yosh ekan. 7000 so'm dedingiz a? Telefon nomer qo'yaymi? Ha? Bu nimalar? Buni 2000? 12000 so'm ekan, bu ham ha? Ular 12000 so'm ekan. Nechta razmer chiqadi? Ikkitalik razmer chiqar ekan. Charchamanglar. Ko'ylakchalar, shortikchalar. Ishga borish kerak, kech qilyapti. Shuning uchun katta video qilib ketamiz. Hormang aka, nech pul beryapsiz? Funta kichkinamiz 10 ming beryapti. Pultani kichkinasi 10000 so'm. Bu 9000 so'm. 9000 so'm. Lashovka 10 ming. 10000. Haba 54gachali ham 10 ming, bular 11 ming. 10000. Bular 11000 ha? Bular 11000 so'm ekan. Endi bular razmer o'sha adashmasam 4 yosh, 10 yosh, bag'i o'sha kollej yoshlargacha tushadigan ekan. Telefon nomeringiz? 99lik 047 0363 raqamiga murojaat qilinglar. Akalar charchamanglar, bozorlangdirsin. Bozor qizyapti. Xullas videoni tugatamiz. Sababi ishga ketyapman.